Yurist aka, erim aytib bo'lmaydigan usullar orqali jinsiy aloqa qiladi. Biror bir chorasi bormi erimni tartibga solishdi deb bir opa savol yubordi. Ya'ni eri xotini bilan g'ayritabiiy usullar orqali jinsiy yaqinlik qiladi. Xo'p, hozir oramizda aqllilar chiqishi mumkin. Shu savolga ham javob berdingmi deb. Yurisprudensiya bilan tibbiyotda ibo hayo bo'lsa, siz kasalingizga davo, masalangizga yechim topa olmay qolasiz. O'sha uchun savolga javob beraman, obuna bo'lib qo'ying. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 119-moddasi mana shunaqa erkaklarga tegishli bo'lib, ya'ni jinsiy ehtiyojda zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usullar orqali qondirish deb nomlangan. Unga ko'ra, zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usullar orqali jinsiy ehtiyoj qiladigan erkaklar, ayrim hayvon sifat erkaklar 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Ya'ni g'ayritabiiy usullar orqali jinsiy yaqinlik qiladigan bo'lsa, eringiz siz bilan ichki ishlarga borib shikoyat qilasiz. Agar holat isbotlanadigan bo'lsa, 8 yilgacha eringiz qamalishi mumkin. Shu o'rinda akalarga bitta narsani tavsiya qilmoqchiman. Hayvon ham bunaqa ish qilmaydi. Xotin sizniki, birovning xotini emas, o'zingizni xotiningiz, bolalaringizni onasi, qaynotangizni qizida o'sha. Bir odamga boshqa bir inson bunaqa emas akalar, hayvon ham bunaqa qilmaydi. Bu birinchidan na diniy tomonlama, na insoniylik tomonlama hech narsaga to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun iloj boricha xotiningizni asrab avlang. Erta 70 ga kirganingizda yoningizda turib beradigan odam o'sha xotiningiz bo'ladi. Bolalaringiz yoningizda turib bermaydi. Videoni iloj boricha barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni va obuna bo'lishni unutmang.